Kimgadir yoqish uchun dunyoga kelmagansiz. İnsonlarga yoqish uchun harakat qilmang. Sizni yoqtiradigan insonlar shunchaki yoqtirishadi. Isbotlarsiz, dalillarsiz. İnsonlar bilan tortishmang. Qanaqa inson tortishadi? Nohaq inson. Haqmisiz? Haqligingizni talab qilmang. İnsonlar bilish shart emas. Alloh bilsin. İnsonlarga emas, Allohga yoqishga harakat qiling. Allohga yoqsangiz, Alloh sizni o'sha insonlar ichida aziz qilib qo'yadi. Dunyoga siz ham o'sha insonlar qatori bir marotaba kelgansiz. Umr insonga bir marotaba beriladi, esingizdan chiqarmang. Behuda ketkizmang umringizni.